Semichka chaqqandek nechtasini yeb qo'yganingizni bilmay qoladigan qumir mini somsachalar tayyorlaymiz. Bismillah deb elangan unga suv, tuz solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni teng 6 ta bo'lakka bo'lib, 20 minut tindirishga olib qo'yamiz. 20 minutdan keyin har birini yoyib, taxminan 18-20 sm dan yoyib olamiz. Har biriga xona haroratidagi eritilgan sariyog' yoki somsa uchun mo'ljallangan margarin suramiz va eng oxirgi xamirni ham yoyib, ustiga qo'yib, yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Endi nachinkasiga tovuq yoki go'sht qiymasiga mayda to'g'ralgan piyoz, zira, murch solib, tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Xolodilnikdan xamirni olib, taxminan 40 ga 50 o'lchamida yoyib olamiz va bir xil shaklda to'rtburchak shaklida kesib olamiz va nachinkadan solib, har birini tugib olamiz. Ustiga tuxum sarig'idan surib, kunjutdan sepib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Qumir mini somsachalarimiz ham tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqsa, yurakchan bosib, somsa yeyishni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.